Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yunusobod tumani Katta Hasanboydan 6 sotuvli zo'r hovlimiz chiqyapti. Hamma sharoitlari bor, mebel, texnika, namozxona, kinoteatrning chiroyli fontanlari, kiradigan alohida xonalari juda ham zo'r qilingan. Bu yerda 3 ta qavat podvali bilan, bu yerda yozgi oshxonamiz, to'rda bir qavatli alohida bino. Yashil hududimiz ham 4 qismga bo'lib qo'yilgan. Uyimiz juda ham chiroyli ekan. Shaxsan o'zlari yashashga qurganlar, yashadilar. Bir muncha muddat endi sotishga qaror qilganlar. Xo'p, bu yerda aslida kiradigan eshigimizni, darvozaxona, 3 ta mashina, dalcha olib kelsanglar 4 ta mashina bemalol sig'adi. Navis osti polностью ko'rayotganlarda mazza qilib o'tiriladigan joy. Tak, bu yerdan ham kirsa bo'ladi. Tak, bu yerdan ham. Bu yerdan kirib ko'rsataman hozir. Remontlari ham zo'r chiqqan ekan, patologlari juda ham baland. Balandligini ko'rasizlar. Cho'tki hammasi, bu yoz zal, mehmon kutish uchun alohida joy qilib qo'yilgan. Televizor zonalari, ovqatlangan zona, yonida oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz ham dizayni juda ham zo'r chiqqan ekan. Hammasi cho'tki qilingan. Smek texnikalar qo'yilgan. Smek ancha qimmat turadi. Shunga yetib o'tolmay, stroyniy xolodilniklar, endi mana ventilyatorni hovliga olib chiqib yozda o'tiriladigan sharoit uchun qilingan. Xo'p, endi ketma-ket o'tamiz yana. Videomiz cho'zilishi aniq. YouTube'ga endi detalni qo'yishga harakat qilaman. Bu yerda mana nima deydi? Bu yerda mana safir toshli ham qilingan. Dash atrofiga kirganimizda bu yerda hojatxonamiz bor. Bu yerda finskiy sauna, ikkita dushovka qilingan. Ichini ko'rsatib o'tirmayman, hammasi akkuratniy holatda turibdi. Uyimizning kotelnisini mana shu qilib yaxshi chiqqan ekanlar, juda ham bezopasniy bo'lib turadi. Mana kotelniy xonamiz juda ham gрамотный, ikkita italyanskiy katta maxluq, bitta boiler. Bu общий uyimizniki. Hammasi cho'tki qilingan. Hop, mana. Uyda endi yashalgan va vazgina, o'zingiz uchun xohlasangiz tasvir qilsangiz ham bo'ladi. Zo'r chiqdi, haqiqatan ham mahalla ham tinch mahalla ekan. Proxodnoy joy emas. Uyimizning ichi aniq sizga yoqadi, remonti zo'r ekan. Neoklassik uslubda ta'mirdan chiqarilgan. Tak, kirganimizda mana kattagina hol bor o'rtada. O'zbekona degan bo'ladi remontini. O'zimizning milliy uslubda qilingan deb aytsak bo'ladi. Kirganimizda chap qo'limizda kattagina garderobniy shkop, tokchalari bilan o'ng qo'limizda mehmonlar kelsa marhamat, hol yoki har kuni o'tiriladigan joy, polностью mebellari ham qilib qo'yilgan. Tak, endi keyingi xonalarga o'tamiz. Juda ham chiroyli chiqqan, takoy qasr hovliga o'xshab chiroyli ham aylana zina qilingan ekan. Chap qo'limizda zal joylashgan. Zalimiz nima deyapti? Juda ham o'zgacha. Hammamizga nasib qilsin, kamida shunaqa uylarni olish. Kamida. Tak, bu yerda biokamin qilingan, bu yerda divanniy zona, televizor ko'rib o'tiriladigan. Do'llarga bitta ahamiyat beriladi, hammasi ruchnoy ishli. Zo'r qilingan hammasi, marhamat. Ikkita qismga bo'lib qo'yilgan. Zalimizni ko'rgandek anchagina katta. Tak. Gostiyoy hojatxona. Marhamat. Tak, bundan keyin bo'lsa spalnyamiz birinchi qavat uchun albatta ota-onalarga mo'ljallangan. Hovlimiz oldi hovliga, tak, oynamiz oldi hovlinaqa ko'chaga qaragan, to'g'rirog'i, televizor. Ancha zo'r chiqqan remonti. Yoqqan bo'lsa, обязательно like bosib, qo'llab-quvvatlaydi. Bu yerda mana aslida kiradigan sanusulli eshigi, birinchi kirganingizda garderobniy bo'ladi, to'g'rida. Chap qo'limiz polностью oyna. Bu yerda mana sanuzul joylashgan. Sanuzulimizda dushovka qilingan, kabinali qilib. Tak, ozgina tutilib qolmay, e'tibor bermaysizlar. Anchadan beri ishga chiqmadim. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz ham ancha yaxshi. Mana katta hol bo'ladi. Bu yerda ham o'tiriladigan joy qo'yilgan. Kattagina qandilimiz. Tak, chiqqanda mana domofonlari bor, hammasi akkuratniy qilib qo'yilgan. Chap qanotdan boshlaymiz. Tak. Birinchi spalnyamiz детский spalnya. Qarang, shkoplar polностью patologgacha qilingan, stroyniy hammasi. Tak.
Bundan keyin yonginasida yana bitta spanamiz, bu ham diskisi ham bo'ladi. Kattadaniki qilib qo'ysa bo'ladi. Chunki hozir rahmat, bu rakursdan o'zining ichida sanuzli bor. Bu yerda ham xuddi shunaqa dushovoy kabina qilingan. Bemalolgarchilik. Bu yerda mana kattagina shkafi. Garderobdan muammo yo'q, chunki podvalda ham bor taji. Bu endi kattalar yotoqxonasi. Patologlar juda ham baland ekan. Hab yoqimli bo'ladi, patolog baland bo'lsa yaxshi. Marhamat, televizorlari o'zining ichida birinchi garderobdan boshlanadi. Seyflargacha qo'yib qo'yilgan ekan, chap tomon to'g'rida katta garderob, o'ng qo'limizda sanuzolimiz joylashgan. Bitta mana vanna qilingan. Juda ham akkuratli. Bu yerda dushovoy kabinasi bu yerda joylashgan. Ikkita zonaga bo'lingan ko'rganinglardek. Bu yerda unitas, полностью теплый пол uyimiz. Так, chiroyli kartinkada. Endi o'ng qanotga o'tamiz. O'ng qanotdan, o'ng qo'ldan boshlaymiz. Tak, bitta детский spaniya, razmerlari kattagina, bo'ylari juda ham chiroyli ekanligi. Tak. Bitta O'zbekiston bayrog'i. Vatanimiz, ya'ni. Hop. O'rtada bu yerda ham xuddi shunaqa stil, o'ng qo'l chap qo'l shkaf qilingan. Podvolga olib tushib o'tirilmaydi o'shanda. Bu yerda sanuzoli umumiy qilingan. Shunda tepada 3 ta sanuzli bor. 5 ta spaniyasi joylashgan. Yonginasida yana bitta spaniyamiz. Bu nisbatan to'qroq rangda tanlangan. Har bitta xonada konditsioner, mebel, texnika, parda, gilam hammasi tayyor holatda. Noodatiy ekan. Tak. Rasmda endi uyimizning eng qiziq tomoni podvolga tushamiz. Podvolimizga tushirish. Pastda ham mana katta пространство, tiqilib qoladigan joyi yo'q. Old sutu, hovlisi ham bor, uyi ham katta, hammasi zo'r qilingan ekan, gрамотный. Tushganda o'ng qo'limizda birinchi xonadan boshlaymiz. Bu trenajyorniy zal. Tak, begovoy doroshka, hammasi zo'r holatda, oynalargacha qilib qo'yilgan. Keyingi xonaga o'tamiz. Bu yerda garderobni joylashgan. Garderobni takoy qaraydi. Podiumni qilingan ekan, o'zi ham bitta ham zo'r. Bundan keyingisi eng uyimizning eng yuragiga desak ham bo'ladi. Mana kirganimizda chiroyli bunaqa namozxona qilib qo'yilgan ekan. Juda ham o'zgacha qaraydi stilni. Hammasi did bilan qilingan. Detalni qilib cho'tka qilib qo'yilgan. Qilamiz videomi bu yerda. Konditsionerlari bu yerda tak hovlidan tushib chiqadigan alohida eshik ham bor. Endi ayollarimiz uchun eng kerakli joyi oshxonadan keyin prachечный xonamiz. Prachечный xonamiz полностью kafel, sushilka, katta mebel, ikkita kir mashina, vanna, kir mashina ko'tarilib qo'yilgan, bemalol egilmasligi uchun hammasi akkuratniy qilingan. Endi vaqtni o'g'irlaydigan xonamiz. Marhamat, kinoteatrni. Takoy qo'yilgan ekan. Haqiqiy kinoteatr degan bo'ladi. Stupenkali divan bu yerda. Gap yo'q, lekin juda ham zo'r chiqqan ekan uy. Har bitta podvolli oynasi, bunaqasida xonasida oynasi ham bor daji. Mana bemalol ko'rib o'tirasiz, konditsioner. Mana shumizolyatsiya ham qilingan hammasi. Tak, bu uyimizda Yunusobod tumani Katta Hasanboyda bo'ldi. Narxi $850,000. Xonalar soni 8 ta. Tak, podvoldan tashqari albatta, holdan tashqari. $850,000 narxi. Yana kelishamiz, telefon qilinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.